Mening ismim Botir Almatov. Men ICFT talabasiman. Bugun men sizga bir g'oya hayotimni qanday o'zgartirganini aytib bermoqchiman. Mening g'oyam o'zi duch kelgan haqiqiy muammodan kelib chiqqan. Bu tasodifiy fikr emas. Men loyiha haqida uzoq o'yladim, ikkilandim va kechiktirdim. Rostini aytsam, boshlashdan qo'rqdim. Lekin bir payt shuni tushundim, agar hozir urinmasam, afsuslanaman. Men ICFT'dagi demo kuniga ariza berishga qaror qildim. Bu mening katta sahnada birinchi chiqishim edi. Birinchi marta o'z g'oyamni ekspertlarga taqdim etdim. Rostdan ba'zan qattiq, lekin juda qimmatli fikr, mulohazalarni oldim. Va bilasizmi, mening loyiham 3-o'rinni egalladi. Men loyihani rivojlantirishni, mentorlar bilan muloqot qilishni, bozorni o'rganishni boshladim. Men o'zimga yanada ishonchli bo'ldim. Yaqinda men loyihani Angel Investor Day ga topshirdim. Tanlovda 300 dan ortiq jamoa ishtirok etdi va ular orasidan mening startapim tanlandi. Men 2-o'rinni egalladim. Men AI Station'da bepul o'qish uchun voucher yutib oldim. Lekin eng muhimi, men o'zimga ishonch hosil qildim. Bu men to'g'ri yo'lda ekanligimni tushungan paytim edi. Hozir men inkubatsiya dasturini o'tmoqdaman. Loyihani tizimli rivojlantirishni o'rganyapman. Startap bu faqat g'oya emas, bu strategiya, jamoa, sotuvlar va tahlil.